Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men qariyalar uchun qo'shimcha to'lovlar, pensiya va nafaqalarga bog'liq juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu mavzu ayniqsa avgust oyida kim qo'shimcha pul oladi? Kimga 1 million 500 ming so'mgacha mablag' tushishi mumkin? Kim esa kutmasligi kerak degan savollarga bevosita javob beradi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensiya oluvchi ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bo'lgan qarindosh yoki parvarishga muhtoj keksa inson bor. Men bugun gapni cho'zmayman, asosiy masalaga o'taman. Agar siz pensiya, nafaqa, moddiy yordam va davlat to'lovlari bo'yicha aniq, tushunarli ma'lumotlarni kuzatib borishni istasangiz, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odamlar o'ziga tegishli pulni olmay qolishi mumkin. Avvalo bir narsani aniq bilib olaylik. Qariyalar uchun beriladigan qo'shimcha to'lovlar hammaga bir xil tushadigan oddiy bonus emas. Ko'pchilik avgustda hamma pensionerga 50 million so'm berilar ekan deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Bunday gaplar odamlarni chalg'itadi. Aslida qo'shimcha to'lovlar bir necha holatga bog'liq bo'ladi. Pensiya turi, yosh, nogironlik holati, parvarishga muhtojlik darajasi, oldingi oylar bo'yicha qayta hisob-kitob, hujjatlarning vaqtida topshirilgani yoki topshirilmagani, shuningdek ijtimoiy himoya organlaridagi ma'lumotlarning to'g'ri yuritilishi. Oldin qanday edi? Oldin ham qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi pensionerlar yoki parvarishga muhtoj insonlar uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar bor edi. Lekin amaliyotda ko'p muammo chiqardi. Masalan, odam ariza bermagan bo'lsa, unga to'lov tayinlanmasdi. Tibbiy xulosa kechikkan bo'lsa, pul ham kechikardi. Mahalla ijtimoiy xodim yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotlar mos kelmasa, fuqaro oylar davomida kutib qolardi. Ayrimlar esa umuman bilmagani uchun o'ziga tegishli yordamni so'ramasdi. Endi nima o'zgardi? O'zgarish shundaki, ayrim toifadagi qariyalar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqilmoqda, ayrim joylarda ma'lumotlar yangilanmoqda. Ayrim pensionerlarga esa oldingi oylar uchun yig'ilib qolgan farq bir martada to'lanishi mumkin. Mana shu joyda 1 million 500 ming so'm degan raqam paydo bo'ladi. Ya'ni bu har oy hammaga beriladigan alohida sovg'a emas. Balki ba'zi fuqarolarda qo'shimcha to'lovlar qayta hisob-kitob yoki bir necha oylik farq jamlanib chiqqanda hosil bo'ladigan summa bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda yoshi katta, yolg'iz yashovchi, o'zini o'zi eplay olmaydigan, doimiy parvarishga muhtoj pensionerlar e'tibor berishi kerak. Masalan, 78 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. U kundalik ehtiyojlarni mustaqil bajara olmaydi. Dorilarni vaqtida ichishi, ovqat tayyorlashi, shifokorga borishi qiyin. Bunday holatda faqat pensiya olishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar u ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa yoki parvarishga muhtoj deb tan olingan bo'lsa, qo'shimcha yordam masalasi ko'riladi. Ikkinchi toifa, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Masalan, ikki guruh nogironligi bor otaxon pensiya oladi, lekin yaqinda sog'lig'i og'irlashgan, doimiy yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Agar tibbiy hujjatlarda bu holat aks etgan bo'lsa, unga qo'shimcha to'lov yoki parvarish bilan bog'liq yordam belgilanishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, men kasalman deb og'zaga aytish yetmaydi. Hamma narsa hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Uchinchi toifa, ilgari qo'shimcha to'lovga haqli bo'lgan, lekin arizasi kech ko'rib chiqilgan fuqarolar. Masalan, fuqaro may oyida ariza bergan, lekin hujjatlar iyulda to'liq rasmiylashtirilgan. Agar qonuniy asos bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov ariza berilgan kundan yoki huquq paydo bo'lgan sanadan qayta hisoblanishi mumkin. Shunda avgust oyida nafaqat bir oylik qo'shimcha, balki oldingi oylar uchun ham farq tushadi. Natijada summa 1 million 200 ming yoki 1 million 500 ming so'mgacha yetishi mumkin. To'rtinchi toifa pensiyasi qayta hisoblanayotgan fuqarolar. Masalan, otaxonning mehnat staji bo'yicha oldin hisobga olinmagan yillari topildi. Arxivdan ma'lumotnoma keldi. Ish haqi bo'yicha hujjatlar aniqlashtirildi. Pensiya miqdori oshdi. Agar oshgan summa bir necha oy uchun qayta hisoblab berilsa, avgustda kattaroq pul tushishi mumkin. Bu ham odamlar orasida qo'shimcha berishyapti degan gapga sabab bo'ladi. Aslida bu fuqaroning o'z haqini qaytarib olayotganidir. Agar pensioner odatdagi yoshga doir pensiyani olayotgan bo'lsa, yolg'iz yashamasa, parvarishga muhtojlik bo'yicha alohida hujjat bo'lmasa, pensiyasi qayta hisoblanmagan bo'lsa va ijtimoiy yordam bo'yicha yangi qaror chiqmagan bo'lsa, u avgustda bir
5 million so'm qo'shimcha tushishini kutmasligi kerak. Bu gapni ochiq aytish kerak. Chunki odamlar bankomatga borib kartasini tekshiradi, pul tushmaganini ko'rib xafa bo'ladi. Keyin pensiya bo'limiga borib asabiylashadi. Aslida u to'yfaga kirmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 6 yoshli pensioner erkak normal pensiya oladi. Oilasi bilan yashaydi. Sog'lig'i yomon bo'lsa-da, nogironlik rasmiylashtirilmagan, parvarishga muhtojlik haqida xulosa yo'q. U kishi faqat men ham qaraman degani uchun avtomatik qo'shimcha olmaydi. Buni aniq mezon bo'ladi. Davlat to'lovlari hissiyot bilan emas, hujjat va to'yfa bilan belgilanadi. Yana bir misol. Yetim yoshli ayol pensiya oladi. Farzandlari bilan yashaydi. Daromad manbalari bor. Ijtimoiy himoya daftari yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha ro'yxatda emas. Unga ham alohida qo'shimcha avtomatik tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas. Bu tizimning manzilli ishlashi degani. Ya'ni yordam eng ko'proq muhtoj bo'lganlarga yo'naltiriladi. Endi eng qiziq savol, avgustda kim million so'm oladi? Men buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir pensionerga qo'shimcha to'lov oyiga 500 ming so'm miqdorida belgilandi. Lekin hujjatlar may oyidan kuchga kiradigan qilib tasdiqlandi. To'lov esa avgustda amalga oshyapti. Iyul uchun 3 oylik farq 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Avgust oyida esa odam kartasiga birdan katta summa tushganini ko'radi. U buni yangi avgust puli deb o'ylaydi. Aslida bu 3 oy yig'ilib tushgan mablag'. Yana bir holat. Pensionerning pensiyasi qayta hisoblandi va har oy 300 ming so'mga oshdi. Agar qayta hisoblash 5 oy orqaga tatbiq qilinsa, 300 ming so'mdan 5 oyga 1 million 500 ming so'm farq chiqadi. Bu ham avgustda bir martada tushishi mumkin. Demak, 20 million degan raqam ko'pincha oylik qo'shimchaning bir necha oyga ko'paytirilgan natijasi bo'ladi. 3-misol. Nogironligi bo'lgan pensionerning hujjatlari yangilandi. Unga parvarish yoki ijtimoiy yordam bilan bog'liq qo'shimcha tayinlandi. Tibbiy komissiya xulosasi avvaldan kuchga kirgan bo'lsa, to'lov ham o'sha sanadan hisoblanishi mumkin. Lekin bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas. Hujjatda qaysi sana ko'rsatilgan, ariza qachon berilgan, qaror qachon chiqqan, to'lov qaysi organdan amalga oshiriladi. Mana shularning barchasi muhim. 4-misol. Yolg'iz yashovchi qariya ilgari ro'yxatga kiritilmagan. Lekin mahalla va ijtimoiy xodimlar tomonidan o'rganilgandan keyin uning haqiqatan ham yordamga muhtojligi aniqlangan. Agar unga bir necha oy oldingi sanadan yordam tayinlansa, avgustda kattaroq summa tushishi mumkin. Ammo agar qaror faqat avgust oyidan kuchga kirsa, unda faqat avgustdan boshlab to'lov beriladi. Shuning uchun hamma vaziyat alohida ko'riladi. Eng katta xato odamlar faqat eshitgan gapiga ishonib, hujjatlarini tekshirmaydi. Qo'shnimga tushibdi, menga ham tushishi kerak degan yondashuv noto'g'ri. Qo'shningizning yoshi, pensiya turi, nogironlik guruhi, ariza sanasi, oilaviy holati va hujjatlari siznikidan boshqacha bo'lishi mumkin. Davlat to'lovlarida eng kichik farq ham natijani o'zgartiradi. Ikkinchi xato, karta tekshiriladi, lekin pensiya bo'limidan yoki ijtimoiy himoya organidan rasmiy izoh olinmaydi. Ba'zan pul tushmaganining sababi oddiy bo'ladi. Bank kartasi muddati tugagan, hisob raqami o'zgargan, ma'lumot bazasida telefon raqam eski, hujjatdagi familiya yoki pasport ma'lumotlarida farq bor. Odam esa menga bermayapti deb o'ylaydi. Shuning uchun avval rasmiy ma'lumotni aniqlash kerak. 3-xato, tibbiy hujjatlar vaqtida yangilanmaydi. Ayniqsa nogironlik, parvarishga muhtojlik, doimiy nazorat, yotib qolgan bemor holatlarida tibbiy xulosalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar komissiya xulosasi muddati tugagan bo'lsa yoki yangi holat hujjati aks etmagan bo'lsa, to'lov tayinlash qiyinlashadi. Shifokorga borish, poliklinikadagi ma'lumotlarni yangilash, kerak bo'lsa tibbiy komissiyadan o'tish juda muhim. 4-xato, ariza yozilmaydi. Ayrim to'lovlar avtomatik ko'rinadi, ayrimlari esa ariza asosida ko'riladi. Fuqaro yoki uning ishonchli vakili ariza bermasa, tizim uni alohida o'rganmasligi mumkin. Masalan, qariya yotib qolgan, o'zi bora olmaydi. Farzandi yoki yaqin qarindoshi baribir davlat biladi deb yuradi. Yo'q, ko'p holatda siz murojaat qilishingiz kerak. Murojaat bo'lmasa, ish boshlanmaydi. 5-xato, ishonchnoma masalasi e'tibordan chetda qoladi. Agar qariya o'zi bora olmasa, uning nomidan boshqa odam hujjat topshirishi uchun vakolat kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda oddiy qarindoshlik yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa bank, pensiya, ijtimoiy himoya yoki notarial masalalarda vakolat aniq bo'lishi kerak. Shuning uchun oldindan qaysi hujjat talab qilinishini so'rab oling. Men amaliy tomondan tavsiya qilaman.
avvalo pasport yoki ID karta tayyor bo'lsin. Pensionerning pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, tibbiy xulosa, komissiya qarori kerak bo'ladi. Agar qariya parvarishga muhtoj bo'lsa, poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasa xulosasi, ijtimoiy xodim dalolatnomasi, mahalla tomonidan berilgan ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Agar pensiyani qayta hisoblash masalasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi bo'yicha ma'lumot, harbiy xizmat yoki boshqa stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Ko'p odam aynan shu joyda yutqazadi. Masalan, 1980 yillardagi ish joyi yopilib ketgan, hujjatlar arxivga topshirilgan, fuqaro topilmaydi deb o'ylaydi. Lekin arxivga yozma so'rov berilsa, ko'p hollarda ma'lumot chiqadi. Ana shu ma'lumot pensiyani oshirishi mumkin. Agar qariya yolg'iz yashasa, uy xo'jaligi tarkibi doimiy yashash manzili, farzandlari bilan birga yashamasligi. Real parvarish holati bo'yicha ma'lumotlar muhim. Bu yerda ham faqat og'zaki gap yetmaydi. Mahalla ijtimoiy xodim tibbiy xulosa ro'yxatdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Birinchi qadam. Pensionerning hozirgi holatini aniqlang. U yoshga doir pensiya oladimi? Nogironlik pensiyasi oladimi? Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasimi yoki ijtimoiy nafaqami? To'lov turi muhim. Chunki har bir to'lovning qoidasi boshqacha. Ikkinchi qadam, oxirgi oyda tushgan pulni tekshiring. Bank ilovasidan, SMS xabardan yoki bank bo'limidan ko'ring. Pul qaysi nom bilan tushgan? Qancha tushgan? Oldingi oyga nisbatan farq bormi, shuni yozib oling. Ko'pchilik faqat umumiy summani ko'radi, lekin farq nimadan kelganini bilmaydi. Agar yozib borsangiz, pensiya bo'limida savol berish oson bo'ladi. Uchinchi qadam, tuman pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Menga pul tushmadi deb umumiy gapirmang. Aniq savol bering. Mening pensiyam qayta hisoblanganmi? Menga qo'shimcha to'lov tayinlanganmi? Arizam ro'yxatga olinganmi? Qaror qaysi sandan kuchga kirgan? Oldingi oylar uchun farq bormi? Mana shu savollar sizga aniq javob olishga yordam beradi. 4-qadam, agar qariya parvarishga muhtoj bo'lsa, poliklinikadan boshlang. Shifokorga holatni tushuntiring, tibbiy ko'rikdan o'ting. Kerakli xulosa yoki yo'llanmani oling. Keyin mahalla ijtimoiy xodim bilan bog'laning. Uy sharoiti o'rganilishi, dalolatnoma tuzilishi, holat ro'yxatga olinishi mumkin. Bu jarayon vaqt oladi, lekin to'g'ri yuritilsa, keyinchalik to'lov masalasida asos bo'ladi. 5-qadam, ariza yozing va ariza raqamini oling. Men har doim tavsiya qilaman, og'zaki murojaat bilan cheklanib qolmang. Ariza yozilgan bo'lsa, uning sanasi bor, ro'yxat raqami bor, javob muddati bor. Keyin siz men murojaat qilgan edim deb isbotlay olasiz. Arizada oddiy qilib yozing. Pensiya yoki qo'shimcha to'lov masalasini ko'rib chiqishni, hujjatlarni tekshirishni, huquq bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman. 6-qadam, hujjat nusxalarini saqlang. Pasport, pensiya hujjati, tibbiy xulosa, ariza, javob xati, bank ma'lumotlari. Arxiv hujjatlar alohida papkada tursin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin amalda juda muhim. Chunki biror hujjat yo'qolsa yoki yana so'ralsa, siz vaqt yo'qotmaysiz. 7-qadam, agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Sizga tegishli emas degan og'zaki gap yetarli emas. Nega tegishli emas? Qaysi bandga asosan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi sana hisobga olinmayapti? Shu savollarni yozma ravishda so'rang. Yozma javob keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. Men tajribadan kelib chiqib aytaman. Avgustda odatdagidan ko'proq pul olishi mumkin bo'lganlar birinchi navbatda hujjatlari yaqinda tasdiqlangan pensionerlar. Masalan, iyun yoki iyulda qaror chiqqan, lekin to'lov avgustga kelib amalga oshirilgan bo'lsa, yig'ilgan summa katta ko'rinadi. Ikkinchi guruh pensiyasi qayta hisoblanganlar, staj qo'shilgan, ish haqi bo'yicha ma'lumot aniqlangan. Avvalgi xatolik tuzatilgan bo'lsa, farq bir martada tushishi mumkin. 3-guruh nogironlik yoki parvarishga muhtojlik holati bo'yicha yangi hujjat olganlar. Ayniqsa qariya o'zi yura olmasa, doimiy yordamga muhtoj bo'lsa, tibbiy va ijtimoiy xulosalar asosida qo'shimcha yordam masalasi ko'riladi. 4-guruh ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritilgan yolg'iz qariyalar. Bunda ham har bir holat alohida baholanadi. Faqat yoshning o'zi yetmaydi. Real ehtiyoj va hujjatlar bo'lishi kerak. Bugungi asosiy fikr shuki, avgustda 1.500.000 so'm qo'shimcha oladiganlar bo'lishi mumkin, lekin bu hamma pensionerlarga avtomatik beriladigan pul emas. Bunday summa ko'pincha qayta hisob-kitob, oldingi oylar uchun yig'ilgan farq, parvarishga muhtojlik bo'yicha qo'shimcha yoki pensiya miqdori oshirilishi natijasida paydo bo'ladi.
Shuning uchun men sizga bitta aniq maslahat beraman. Yaqinlaringiz orasida yoshi katta, yolg'iz, nogironligi bor, parvarishga muhtoj yoki pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin bo'lgan inson bo'lsa, bug'ni hujjatlarini tekshiring. Pensiya bo'limiga, ijtimoiy himoya organiga, mahallaga yoki poliklinikaga murojaat qiling. Ariza yozing, javob oling, kerakli hujjatlarni yig'ing. Odam o'z haqini bilsa, o'ziga tegishli pulni talab qila oladi. Sizning oilangizda avgust oyida pensiya yoki qo'shimcha to'lov oshdimi? Kimdir 20 million, 20 million yoki undan boshqa summa oldimi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham real holatlarni bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, bobo-buvingizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir o'ziga tegishli pulni olishiga sabab bo'lishi mumkin.